أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli o'quvchilar, saboqdoshlar. Bugun yana Allohning fazli rahmati bilan darsimizning davomi bo'lgan 10-hadisni tushuntirib o'tmoqchi. Biz yuqorida Kitobul Iymon, ya'ni iymonga munosabatlik, iymonga aloqador bo'lgan masalalarni bayon qilish va uni so'zlash bilan dersimizni davomlashtirib kelgan. Bugun buning 10-hadisi. An Abbad ibn Tamim an ammihi annahu shaka ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulu allazi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu ash-shay'a fi as-salah faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajda rihan. Abbad ibn Tamimning bu hadisi İslam ümmetining ulmolar tarafidan qoida, mustahkam qoidaga, o'zgarmas bir prinsipga aylangan bir hadis va asas bo'lgan bir hadis. Yani her qandaq narsa özünün əslisida, asasida ve süpetlengen süpetide kalıdı. Madami o süpet, o narsadan özgertidigan ve başka bir süpet bilen süpetlendigan güçlük, şek, şübhi bulmagan haletteki delil bulmay qalsa. Mesela insanlar üç xil buludu. Biri Müslüman, yeni birisi kafir, yeni birisi münafık. Bir insan Müslümanlığı bilen hüküm kılıngan bolsa, o şu Müslümanlığı bilen devam etidi ve Müslümanlığı bilen Müslümanlık süpti bilen mevcut bulup turudu. Madami ki onu Müslümanlıktan ibaret asli süpet, asli hükümden yeni bir süpet hüküm bulgan küfür süpti ya murtetlik süpti ya müşriklik süptige çıkırıdığan keskin ve şek şüphesiz delil tepilmeye kalsa. İlla delil tepilip kalsa o delil nihayet şek şüphesiz bo'lgan delil bo'lgan chaqda andın Müslümanlık süpettin başka süpet küfürlük süpetiga yoki Müslümanlık hükümden başka bir hükümge nima yetkilidi. Ama şek bilen, guman bilen, şübhi bilen yoki bir iş sebep bilen onu o süpettin, o hükümden başka süpet, başka hüküm bilen hüküm kılgılı bo'lmaydi. Xuddi bir Müslümanni İslamni sundurduğun bir amellerini misal alsak, Kur'an-ı Kerimni köydürüş yoki Kur'an-ı Kerimni dastashga o'xshash. İslam ulmolari Kur'anni köydürüş, Kur'anni dastash, hatta Kur'anni tashlash, ahodat qilish shak shubhasiz kufr bo'ladigan omillar deb bekitgan. Ama bir Müslüman eğer şunda kıpsasa o şu iş bilen Müslümanlık süpetinden çıkıp mürted bulamdı, kafir bulamdı değilse bununla hüküm kılışta tefsilatını qaraymiz. Eğer
o Müslüman Kur'an'ni ahanet harlanıp kaladiken, desilip kaladiken, ya ki parça halette çeçilip yetip, çeçilip kalıp, buzulup gidigen degen asasda köydürüvetse, bu Müslüman küfür buluduğun iş emas, yaxşı bir ibadet kılgan buludu. Xuddi Osman raziyallahu anhu başka nususunu köydürüvatkan qo'shadi. Yoki desapti, desigan bo'lsa ko'zi qarg'umi? Yoki Qur'on ekanligini bildimi, bilmadimi? Bu muayyanlashgandan keyin bu Qur'onligini bildi. Dəstəşdimi buni ahonet qilish maqsadi dəstədi. Shunda bo'lgan chig'ida musulmonlik sifatidan küfürlük süpütüge yetkilidi. Demek bu hadis şek bilen asli bulgan hükümden başka bir hükümni yoki başka bir süpetni bilen süpetligili bulmaydı deganning asası. Abbad ibn Tamim özünün tağısından rivayet kılıp o tağısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge namazda bir nesini, namazdan içinde bir nesini his qilgandek, ennehu yecid degan tapqan degan ma'noda his qilgandek, ya'ni tartışılıp ketganlikni mayli yel yurish orqali bo'lamdi yoki suydik tamchilari bilan bo'lamdi, ya biriga ya qanigandek bo'lamdi. Masalan, namazda bir narsani his qilgandek, his qilganligi eningi xiyol qilinadigan, shunda xiyol eningi kep qoladigan bir to'g'riliq Rasulullohga shikoyat qildi. Mushunda bu qolsa, bu odamning hukmi qanday bo'ladi? O'qigan namozi namoz bo'lamdi, bo'lmamdi? O adamның namazı tarihte rast sinamdı, sinmamdı degan haqda shikoyat qilganda Peygamberim la yenfatil ev la yensarib. O kishi ovozni anglagani qadar qo'liga shu yel yurishib pissiday qilamdi, ya passiday qilamdi, ya do'ngiday qilamdi, qilgan bir ovozni anglagan yoki bo'nilari etishgudek puroq ining sezgur a'zolariga ta'sir ko'rsatgudek bir puroqni his qilganga qadar namozidan qaytmasin yoki namozini buzib chiqatmasin dedi. Bu yanpatil yoki la yansari, bu rivoyat qilguvchining mushu labzi bilan la yanpatil degan labzi bilan dedimi yoki la yansarib degan labzi bilan dedimi, bu noma'lum. Xuddi yandi, qaytdi deganiga o'xshash. Mana Rasululloh bu hadisda u namozda bir narsani his qilish, xiyol qilinadigan, shunda xiyol kelib oladigan, shunda bir vasvasa bo'ladigan odam haqida aniq dedi. Bu tarat aldı, namaza girdi, sınğanmı ki, buzulğanmı ki, taritimden mesele çıkkanmı ki, degende ya purak yok, ya avaz yok, haletede fakat kalbideki şek, kalbideki vesvese bilen, bir xil dilg'ullik bilen, guman bilen asla bo'lgan taratning yo'qolmaydiganligi, buzulmaydiganligini Rasululloh bu yerda bayon qildi. Shuning uchun guman, shak yoki bir ishni gerçekten ama haqiqatdan uni ko'rsakmi, ammo u ishni qaysi sabab, qaysi nuqta, nima vajidan qilganligini aniq bilmay, ayirmay turib, uningga hukm qilish, onun haqqida gap so'z qilishdan saqlanish va islomning talab va taqozzolari. Al-ma'na al-am, bu hadisning umumiy ma'nosi hamda sharhlig'ichilar nima deydi? Subhana man xalaqal insan fi tab'ati ash-shakki wan-nisyan ثم سلط عليه الشيطان الشيطان الوسواس الخناس
لِيَأْتِيَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ لِيُوَسْوِسَ لَهُ وَيُشَكِّكَهُ فِي عِبَادَتِهِ وَيُخْرِجَهُ مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَى رَبِّهِ. İnsanni shak qiladigan, unutib qoladigan tabiatni yaratgan. U insonga yushurinib turib vasvasa qiladigan shaytonni insonning oldi, orqasi, o'ng, so'l tarafidan insonga vasvasa qilg'ili, insonni qilgan ibodatida shakka tashlag'ili, insonni Rabbiga yuzlanishdan chiqarg'ili kelishni li'an ya'tiyahu ashada kelishlikni onunga shaytonga musallat qilgan Allah Teala'nı pak deymiman dedi. Böyle insanni shak qiladigan, unutib qolgan tabiatni Allah yarattı. Yaratib, ininga vasvasa qiladigan, yushurinib turib, shaytonni mana oldi keynidan keladigan qildi, vasvasa qilsin, ibodatida shakka tashlasin, Rabbiga yuzlanishdan chiqasin deb musallat qilib qo'ydi. Shuning bilan u tabiatidan foydalanib, insonning shunday gumon qiladigan, shak qiladigan, ishkilanadigan tabiatidan foydalanib turib, shayton qanday qildi? Insonni vasvasa qildi, shakka tashladi, dilg'unda qo'ydi, gumonlandi. O'shunda bir yaratuvchi Rabbimni poklayman. Subhanahu jalla sha'nuhu ya'lamu man khalaq va huval latiful khabir. Khaffafa 'anil insan va rafa'a 'anhu al-haraja wad-dayq amama ash-shakk wal-waswas. رسم له قاعدة استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان. والله جل شأنه pak deyman, o yaratgan kişinin ahvalini biladi. Ya'lamu man khalaq, bu yerdeki men yoki maf'ul bo'ladi. Biladi o yaratgan kishi ne degan, yaratgan kishininki ahvolini deb muzaf mahzub bo'ladi. Ahvala hala man khalaq yoki faal bo'lib yaratgan kishi biladi. O mehribon xabardor, insonni yengillashtirgan, u insondan shak, vasvasa oldida siqilish, zoyiq degan siqilish, haraj degan bearam bo'lishni ko'tarib o'tgan, insonga aslini saqlab qilish, shakni tashlab o'tish, burun bo'lgan narsa ustida burun kana makana degan aslida bo'lgan narsa ustiga bo'g'inni saqlab qilish qoidasini sizib bergan. Va takabbala jalla sha'nu an ya'fu anil xata, xatolikni afv qilishga va yataqabbala al-amal, amalni qabul qilishga va in waqa'a ala xilafil asl, garchi u amal aslining xilofiga yuz bersa-mu buni qabul qilishga kefillik qilgan, rahmatan minhu va fazlan, o'zining rahmati fazli bilan kefillik qilgan Allohni nima poklayman. Al-musalli allazi yukhayyalu ilayhi annahu ahdasa wa huwa fi as-salah wa yukhayyalu ilayhi annahu kharaja minhu ar-rihu al-mubtilu lil-wudu' al-mubtilu lis-salah la yanbaghi an yakhruja min as-salah wa la an ya'taqida butlanaha. Ununga annahudagi zimirga qaranglar Allah. Ununga namazdagi holatida tahorat sinib ketdi, ahdasa degan tahorat sindi yoki tahorat sizlik paydo bo'ldi degan xiyol qildiriladigan, shundoq o'y xiyoliga yuhayyal degan xiyoliga kelib oladigan va uningdan tahoratni buzadigan, namozni buzadigan yel chiqqanligi xiyol qildiriladigan musalli namoz o'quvchi la yanbaghi an yakhruja min as-salah degan, bunda namoz o'quvchi namozdan chiqib ketishi, namozni
buzuldi, batıl deb e'tiqod qilishi loyiq bo'lmaydi. Bunda loyiq bo'lmaydi. Bal alayhi ay yastashibal asla balki o namoz o'quvchi aslini saqlab qolishi lozim. Ya'ni ening bilan namozga kirgan tahoratni saqlab qolish lozim. Mening tahoratim bor deb turishi lozim. Va an yatruha shakka allazi tara alayhi. Onunga kin paydo bo'lgan shakni tashlab o'tishi, ko'ngildan yiroq qilib o'tishi, chiqarib o'tishi lozim. Va an la yansarifa hatta yatayaqqana al-hadas. Taharatining yo'qligiga jazma qilganga qadar namozni buzmaslik lozim. Yaqinan la yumazijuhu shakkun, yaqinan nashi'an an al-hawas al-mujibat lil-ilm, yaqinan sadiran an as-sam'i aw ash-shamm. La yani taharat singanligiga jazma qilganga qadar chiqib ketmaslik. Qanday jazma deb jazmini sifatlaydi. Onunga şak arlaşmagan, ilimni vacip kılıdığan sezgür azalıdın kelgen, anlıgallık, yoki purgallıktan sadır bo'lgan cezmiyet kılganga kadar çıkıp ketmeslik lazım. Yani la yansarif namazını buzmaslıkı, namazdan çıkıp ketmeslik lazım. Qo'li bilan ovozning rih degan yel yurishganlik ovozini anglagan qadar yoki buni bilan taharatining singanligini, taharatsizlikning puruqini puruganga qadar chiqib ketmaslik lozim. Bihaza tariqi shar'iyyi allazi rasamahu al-islam. Islom ko'rsatib bergan bu shar'iy yo'l bilan yasuddul muslimu ala şeytani ebvâbe igvâih. Müslüman şeytanın azduruş işlerini takıvı ta'laydı. Ve yedfa'u an nefsihi ahtâre şekki ve terdib. Özüdün şek, işkilendiriş xatarlarini tosup qalalaydı. Şunda bo'lgan chaqda an shakdan qutulalaydi, gumondan qutulalaydi, qalbidagi iztirobdan qutulalaydi. Islom mana bu xil holat bilan bizga bir qoidani, bizga bir o'lchamni sizib berdi. Shuning uchun namozda toki qo'liqi bilan anglash yo buni bilan purashdan iborat jazmiy bo'lgan cezmiyet bilen, işec bilen taharetinin sıngallıkını, buzulgallıkını his kılmasa, köngülüdeki kelgen guman, şek, vesvese bilen o adam namazdan çıketmisun, namazını buzmusun dep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kalipteki kıyınçılıktan Müslümanlarını, namaz okuyucularını kutkazdı. El-mebahisul arabiyye Arapça tadqiqotlar. Ennehu şaka ila Resulillahi er-racul. Şikayet kıldı, arz kıldı, dodlandı, derdini töktü degan ma'noda şaka degan. Şaka arz kıldı, yoki derdini töktü, yoki hol ahvolini o'qidi demakchi. Şaka bu yerdagi Şaki Abdullah ibn Zeyd al-Ansari Abbatning tag'isi. İbn Huzayminning rivoyatida ana Abdullah ibn Zeyd qol sa'altu Rasulullah anir rajul dabba. Abdullah ibn Zeyd radhiyallohu anhudan men Rasulullah sallallohu alayhi vasallamdan heliqidek adamning ahvolidan so'radim deganligi rivoyat qilingan. Allazi yukhayyalu ilayhida yani harf muzariatning yasini pish o'qiladi. Yukhayyalu debdiki xaning zibri xay ikkinchi yaning tashdidi bilanki zivar o'qilingan yukhayyalu deb. Aslisi xiyoldan mushtaq. Aslisi xala yaxiludan chiqqan xiyolan, ya'ni xiyol qilmoq, o'ylamoq
nima bo'ldi? Siz xuddi voy nima xiyolga cho'kib ketdingiz? Nima xiyolingiz bor kallangizda yoki nimani xiyol qilyapsiz deydigan bir gap bormi? Shu xiyoldan chiqqan bu. Ma'nisi zanna ma'nida. Chunki xiyol qilish, o'ylashmi gumon, tasavvur degan ma'noda. والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين. Bu yerdeki zan Peygamber Aleyhisselam'ın yuhayyalu ileyhi degan yuzannu degan ma'noda gumon qiladigan. Bu yerdeki zan ikki ehtimolning o'xshash bo'lishi. İki ihtimal tarihning buzulganligi bilan buzulmaganlikdan iborat ikki ihtimal. Yoki ikkisining birini kuchlantirish aslidikiga, ikkisining birini kuchlantirish, ya'ni baliqni kuchlantirish tarixning yoki yo'qlikni kuchlantirish. Ma huwa aslul lug'at, lug'atning asli bo'lgan narsaga kuchlantirish. Shuningdan iboratki, lug'atning asli az-zan xiloful yaqin. Gumon degan jazminingki qarshisidir. Mana bu yerda ikki ehtimol bor. Ya buzildi, buzilmadi. Buni barobar bo'lishi yoki buzilgan tarafi yoki buzilmagan tarafininki yuqoriroq, bizdan kuchliroq bo'lishi. Annahu yajidu shay. Bu yerdagi shaydan bir narsani, namozda bir narsani degan al-hadas demakchi. Tartının yo'qligini. Val udul an zikrihi saraha lil adab wa siyanat al-lisan an al-mustaqzar haythu la zurura. Hadas deb tilg'ilishdan qechish, udul degan qechish, uchuq, tarti sinib ketibdi, tarti yo'qkan deb uchuq tilg'ilishdan qechish, adab va yirginiladigan ishlardan tilni saqlash uchun. Chunki uni deyishning zarurati yo'q. Shay desam bo'ladi. Va ma'na vijdanihi al-hadas zannu khurujihi minhu. O annahu yajidu shay'a bis-salatidikma. Hadasni topqanlikning ma'nosi yajid degan topdi degan, ya'ni u namoz o'quvchining tarti yo'qlikni tepish deganning ma'nosi tarixning namoz o'quvchining chiqib ketganligini gumon qilish degan ma'noda. Fisala reallikni bayon qilish uchun qayd, ehtiroz uchun emas. Ana ba'zida fisala ya'ni qayd qilamiz, yajidu shay'a deb bo'lib bir narsani his qilgan nada fisala namozda degan, namozda desa namozning sirtida emas deganlik emas. Bu yerdagi reallikni bayon qilmoq. Qanday chaqda topgan desa namozda topgan, namozda his qilgan demakchi. Ammo u ehtiyojki namozning ichida his qilsa, sezsa bo'lmaydi, qoldi chaqda sezsa bo'ladi deganlikni turib bermaydi. Fal hukm xarij salah val hukm fi ala ma zahaba ilayhi al-jumhur. Mana namozning teshidagi hukm u namozning ichidagi hukm. Jumhur ulamolar bo'lgan dalilga asosan namozning tashida olsun, namozning ichida olsun o'xshash. Va ja'alahu al-malikiyya lil-ihtiraz. Bu qaydni Imom Malikiylar ihtiroz uchun qildi. Namozdan boshqa chog'da yel yurishganlikning ovozini anglasa yoki buni bir narsa turib qolsa, o vaqtning o'zida ya'ni tarassinmaydi, sinadi, ammo shak qilib qolsa, yana sinadi demakchi. Mayli namozning ichida shak qilib qolsa sinmaydi dedik, shundami? Ammo namozning tashida bo'lib qolsa, sinadi demakchi. Wa sayati tawdihuhu fi fiqh al-hadis. Buning izohati mush hadisimizningki fiqhul hadis degan temisi voya bu yerda keladi. La yanfatil aw la yansarif raviydan kelgan shak bilan. Wal fi'lu majzumun bila an-nahiya wa yajuzu ar-raq'u ala an la nafiya. Bu yerda la yanfatil yoki la yansarif deb sakin bilan o'qish fil la nahiya. Chekatmisun degandagi to'saq, ya'ni cheklash, to'sish ma'nosini o'qib turadigan la bilan sakin o'qilgulik. La nafiyani, la nafiya, lani nafi qilib, nafi qiluvchi qilib
Şu kısmı duruz. Çiketmiz la yenfetilu ev la yensarifu. Çiketmeydu deb bu çağda cümle haber buludu. Aldığında cümle inşai buludu. Çiketmisun deb cümle inşai. İkincisi de cümle haberi. Gerçi cümle haberiye. Hatta yesma'a savten ev yecida rihan manisi hatta ya'lama vucuda ahadihima. İkisinin birinin boğanlığını bilgenge kadar. Ve la yushtaratu sima ve şem bi icma'al muslimin. Müslümanların birliki bilen, icması bilen anlap puraşının bille buluşu şart etilmeydi. Hem anlasın hem pursun diyen gap yok. Yukarıda diyen fikhul hadis kelimiz. Fikhul hadis قال النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. İmam Nevevi Şarihul Muslim, İmam Muslim Sahihul Muslim'ni şerhleyen kişi. Bu hadis İslam'ın prensiplerindeki bir prensip ve fiqhi kaidelerdeki katta bir kaide. وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. Bu kaide karşı şeyler, nesler özünün asli haletinde kalıdığanlık bilen hüküm kılıdı. Ta ki şunun hilafı, yani şu aslininki hilafı, cezmi, şek şübhi yok. Halda cezmi boğan kadar, karşı tarafı cezmen keskin boğan kadar her neyse özünün asli halinde kalıdı. Bu hüküm. وَلَا يَدُرُّ الشَّكُّ التَّارِعُ عَلَيْهَا. Kin payda boğan şek, o nesler üstüdün kin payda boğan şek ziyan yetküzenmeydi. فَمِنْ ذَٰلِكَ مَسْأَلَةُ الْبَابِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيثِ. Bana bunun cümlesinden utoğurluk hadis kelgen babның meselesi. وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ هُكِمَ بِبِقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ. Bana bu mesele taharet ağallığı işence bilik boğan, çokum boğan taharetinin yokluğunu şak kılgan kişi, o kişinin taharet üstüde, taharet badep hüküm kılınıdı. Taharet ağallığı şak yok, ağadır az. Ama boğandakin, aşı taharet bağ mı yok mu bunun da şak kıpsaldı, güven kıpsaldı. Ya ki ettigenden düşükçe taharetin nemiş kıldım, nemiş kılmadım, onu okumaydı. Bunda boğan çağda onun kanda hüküm kılmaz. Ay kallağına abi şak kaldığına ama onda oğandaki elevet ona demi. Asla ağallık onda şak var mı yok mu yok. Yok oğandaki kinço ağan sundu mu sunmadı mı bozuldu mu bozulmadı mı şak bab oğan bolsa kinki fayda boğan şak asası yok onunki. Ama asla bilen hüküm kılındı. ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. Bu şeklin namazının içinde boğanlığı bilen, onun namazının tışta payda boğanlığının arasında hiç fark yok. Okşaş. وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. Bu bizim Maliki mezhep. Bizninki Şafii mezhep, bu kitabınki sahibi. Bizim mezhebimiz ve selef haleflerden boğan cumhur ulmalarının mezhebi bu. İmam Ebu Hanife'nin mezhebi şu. Ve hukiye an Malik'in rivayetâ. İmam Malik'in ki bu hakta iki rivayet var. İhdâhuma biri ennehu lezimehu'l vudu in kâne şekke harice salâ. O kişiye taharet ilish lazım kılıdı. Eğer namazının sırtıda şak kılgan bolsa. وَلَا يَلْزَمُهُ اِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ. Onunla taharet ilish doğru kelmeydi, lazım kelmeydi. Namazının içinde şak kılgan bolsa. Namazının içinde olsa taharet ilish doğru kelmeydi. Onu buzup oturuş yok. Namazının sırtıda bolsa taharet ilish lazım. Elbette şak oturup kılgıca deydiğin gibi. وَالثَّانِيَ
yelzemuhu bi kulli hal. İkincisi de her qandaq ahvalda taharet qilish lozim keladi dedi. Nima uchun? Chunki shak bilan bo'lmaydi. Shuning uchun jazmi bo'lish kerak. İbadetlerin aslida jazmi bo'lmasa, shak bilan bo'lgan ibadet bo'lmaydi. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi mundaq dedi. Va qala ash-Shafi'i, İmam Şafii'nin sözünü hikoya qilib, İmam Şafii mundaq dedi. Va la farqa fi shak bayna an yastawiya al-ihtimalan fi wuqu'il hadasi va adamihi. İki ihtimallikning taharetiningki hadas degan taharatsizlik yani tahareti sunganlık bilen ve ademihi taharet sinişinin yokluğu yani taharet sinmaganlık o'ttirishdagi iki ihtimalning beraber bo'lişi arasındaki şakda farq yok. Ev yetercah ahaduhuma ya ikisining birisining kuchli bo'lishi, taharet singanlığı ya sinmaganlığı. Ya ev yaglib ala zanni ya onun gumaniga singan tarafı ya sinmagan tarafının galip kelishi de arasında şak qilsa bunun da farq yok. Fala wudu alayhi bi kulli hal unda adamga hech qanday ahvolda taharet yok. Ve yestahibbu lahu an yatawadda ihtiyatan u kishiga ehtiyot yuzasidan taharet qilish mustahab. Amma iza tayaqqana al-hadasa wa shakka fi at-tahara fa innahu yalzamuhu al-wudu bi ijma' al-muslimin. Ama taharetinin singanligida jazmi qildi. Taharetinin balig'ini shak qildi. Taharetinin singan yo'qligida jazmiydi borkan, taharetini shak qildi. Bunda bo'lsa, bu odamga butun musulmonlarning ijmosi bilan taharet qilish lozim. ثم قال النووي ومن مسائل القاعدة المذكورة Nevavi bunda deydi mezkur qaidelerning misallaridan anna man shakka fi talaq zawjatihi aw itqi abdi aw najasati al-ma'i at-tahir aw taharati al-ma'i an-najas aw najasati as-sawt aw at-ta'am fa kullu hadhihi shukuk la ta'sira laha wal aslu adamu hadha al-hadis wallahu a'lam. Şu mezkur qaidening misallaridan bir kishi ayolining taloq bo'lganligini shak qildi. Asli nikoh huquq. Nikoh huquq. O'zining xotini, guvochisi bu bor, to'ylab eliqliq. Bu asli bu. Ama xotining taloqini shak qildi. Taloq qilsanmidim bular ya? Ya bir nikohimizda masala bo'lib qolganmidi ya deb shak qildi. Ya qulning azat bo'lib ketganligida, o'zining qo'li o. Ama azat qilsanmidim bular ya? Ya pakize suning nejisligi, nejis su pakize. Ama ki necis bo'lib qolmadiki ular. Ya bir nijaset tushib qolmadiki ular, aralashib qolmadiki ular, ya nijaset yo'q qolmadiki ular. Yoki nejis suning pokizligi. Asli nejis su bu yundidamdo, yoki bu bir ishlatib tashlab qo'ygan sudamdo, buning pokizligida. Ya kiyimning nejisligida shak. Bu kiyim, kirlash kiyim, maylat kiyim, taq yusaq o'tdi degan tashlab qo'ygan, kiraliqligini tashlab qo'ygan, uyning bo'lonligini tashlab qo'ygan kiyimlar, ya pokizmi deydi ular yana. Yoki taom, bu taom halolmidi, harommidi deganda shak qilsa, fa kullu hadhihi shukuk. Bunda shaklining hammasining ta'siri yo'q. Asli bunda hadisinin bo'lmasligi qonunlar bilan. Chunki aslida taom halol, qul o'zining, xotin o'zining, supak, supak, kiyim kichigi pak. Shuning uchun asli bo'lgan narsani kim nima qilib bo'lmaydi. Xuddi la ilaha illalloh dedi, namoz o'qidi, musulmon. Bu musulmonni bir gumon ya bir ish bilan, hatto kufrning amallaridan bir amal bilan uni qarlab islomdan chiqarib qilib bo'lmaydi birodarlar. Chunki u amalni u bilmasdan qilgan bo'lishi mumkin, yoki boshqa ta'vil bilan qilgan bo'lishi mumkin, yo boshqa bir maqsad bilan qilgan bo'lishi mumkin. Uning ta'vili, uning mesela şu an ceza kelmekçi olsa şak bilen, şubuhat bilen ceza kelmeydi. Qalal Qurtubiyyu ve meşhur mezhebi Malik en-naqdu dâhile salati ve haricaha. İmam-ül Qurtubi bunda dedi. İmam Malik'nin meşhur göz karışı
taharatning namozning ichida va tashida bo'lsin sinadiganligi. Va hamala ba'du atba'ihi al-hadis ala man kana bihi waswas. İmam Malikning ba'zi agashkuchilari hadisni vasvasa bo'lgan kishiga hamla qildi. Davomli vasvasa bo'layotgan odamga. Va tamaksaku bi anna shakwa la takunu illa an illa. Ular buning dalili nima desa, ular shikoyat degan faqat kasallik sababdan bo'ladi. Uning aynan bir kasal bo'lganligi uchun shu Rasulullohga shikoyat qilgan. Bo'lmasa axbarat etdi, nabbaat etdi, ambaat etdi, yo qolid etdi. Nima desa bo'ldi? Shaka deganlikning o'zi bir kasallik va kasallikdan shikoyat qilgan. Unda bo'lganda kasallik bir zurriyat. Qala al-Hafiz ibn Hajar İmam Hafiz ibn Hajar bunda dedi ve uciba bima dalla ala ta'mim. Bunda da bir yerde şikayet degan kasallikdan bo'ladi. Bu odamda kasallik bo'lganlik sababdan so'rgan chaqda zurrat yuzasidan namoz buzilmaydi, tarat sinmaydi degan amaliyotda kisili odam yana suyuq tutanmaydigan, ya mezi to'xtatolmaydigan, bunda odamning davomli bu tarixi sinib ketmaydi, buzilib ketmaydi desa İmam Hafiz ibn Hajar bunda deydi. Bu degan gapiga o bir xos hadis emas, o xoslik bilan bo'ladigan hadis emas, omga dalolat qilgan hadis bilan javob berdi. O hadis Abu Hurayraning Imom Muslim keltirgan hadisi. Bu hadisning lafzi iza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'un aw la fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan diye. Sizlarning biringlar qo'sqida bir narsani topsa, uningga mushkul bo'lib qilib qolsa, uningdan bir narsa chiqdimi yo chiqmadimi bu mushkul bo'lib ayriolmay qolsa, masjiddan chiqib ketmasin, ovozni anglagan qadar yoki puroqni topgan qadar dedi. Mana bu yerdagi hadis xos emas. Shaka degan gap yo'q. Mana bu hadis shikoyat qilguvchining shikoyatiga to'g'ri bo'lib qolmadi. Ve huve sarihun fi tarih şak. Şakı taşlaştı. Uçuk. Vallahi alam. Ve yuhazu minel hadis. Hadistin elediğine birinci meşruiyyetu sualil ulema emma yahdusu min vakai. Ülmalının yüz bergen vakalikni so'rashninki to'g'riliqi. Ülmalar nimiş yüz berdi, nimiş bo'ldi, bir dangla deb so'rasa bo'ladi. Chuqur buni so'rash to'g'ri. Mana bu hadisning o'ziga qarab boqinglar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam la yanfatil aw la yansirif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Ahvolni so'rdi uqdi. Va adabul istihya'i fil ilm. Ikkinchisi ilmda hayo qilmaslik. Ana odam voy o'zining voy bunda odam bu namozda uni o'ylab, buni o'ylab o'qiydi ekan, namozni muqim turib o'qimaydi ekan degan bir gumonni qilib qolammi demidi ya? As-salis awal udul an zikri shay'il mustaqbal. Uchinchisi sat narsalarni tilg'ilishdan yuz o'rish. Tilg'amidi. Ar-rabi va muharabatu shayton val vasvasa. Shayton bilan vasvasa bilan urush qilish, qarshi turish va bu suiqasdni bitchit qilish, bitasrihil yaqin jazmiyatni ishonchini oshirish bilan. Fa fi ba'zi rivoyat izja ahadukum ash-shayton faqal innaka ahdasta falyaqul fi nafsihi kazabta. Sizlarni birovga shayton kelib, tartibni sunduding desa, u ko'nglida yolg'on aytding desin deb Rasululloh bayon qildi. Demak, shak kelib qolgan bo'lsa, "Ya men undaq emasdim" desin deb Rasululloh xabar berdi. Mana bu hadisdan ulamalar al-yaqinu la yazulu bi-shak. Jazmi bo'lgan, keskin bo'lgan, aniq bo'lgan ish shak, gumon yo bir ehtimollik bilan u yo'qolmaydi degan. Shunga kishilarga gumon bilan, o'zimizning tasavvuri bilan va yo kishilarning amaliyotni qilgan bo'lsa-mu, qilgan qiliqiga qarablam, xato ishni birini qilgan bo'lsa, qarablam onunğa hüküm chiqaradigan, onun haqqida fatvo beradigan, onun haqqida gap so'z qiladigan ishlardan musulmonlar yiroq turishimiz lozim. Alloh taolo hammamizni Qur'on hadisning atrofiga o'yishadigan, Qur'on hadis talabi bo'yicha yashaydigan
qilsin. Ulug' Alloh hammamizni Qur'onning yo'lini yo'limiz qilsin. Shariatni bizning shariatimiz qilsin. Ulug' Alloh subhanahu va taolo din islom bilan o'zining huzuriga bog'lanib qilsin. Va alhamdulillah rabbil alamin.